Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Men Ohangaron tuman Shodmalik Mufey Yangi avlod ko'chasi 9-uyda istiqomat qilaman. Erim migratsiyada, xo'jayinim Kenjabekov Alisher. Bolalarim katta bo'lib qolgan. Mahallamizda mana suvsiz, yaylov yo'qligi hisobiga chorva qila olmadik. Chorvani sotib, bolalar bo'sh qolganligi sababli mahallaga murojaat qildim. Issiqxona bo'yicha kredit ajratib beringlar deb. Shunga mana sizlarning tashrifinglar orqasida Shodmalik Mufey hokim yordamchisi tomonidan 33 million kredit olib, mana shu issiqxonani barpo etdik. Issiqxonaga erta bahor zelin ekdik. Zelinni pullab qo'yganimizdan keyin mana shu bulg'or qalampirini ekdik. Aprelda o'rtalarida mana shu kungacha haligacha hosilini sotyapmiz. Har 3 kunda 600 ming, 700 mingga olib borib bulg'or qalampirini sotib kelamiz. Haftada 2 marta oilamizga daromad kiryapti. Bolalarim ish bilan ta'minlanyapti, bekorchilik yo'q. Shu suv bizda mahallamizda oqova suv yo'q. O'zimiz quduq qazib, tomchilatib sug'orish apparatida sug'oramiz. Mehnati yengil. Shu ozgina joyga ekib, issiqxonadan ko'proq daromad olsa bo'lar ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Hozir buni 3 mahal eksam bo'ladi, 3 sezon. Misol uchun birinchisiga zelin, ikkinchisiga nima, uchinchisi ham bormi yo'qmi yo? Uchinchisiga endi mana buni olamizda, endi qizillavlak ekamiz. Qizillavlagini mart boshida sotamizda, keyin bodring ekamiz. Shunaqa almashtirib ekyapmiz. O'z har yili bodring ekardik, erta bahor, kech kuzda qilib. Shunga yerimizni sal hunari nima qilmasin deb bulg'or qalampiri bilan aralashtirib ekishga qaror qildik. Yo'q, daromad yaxshi bo'ladi. Hammaga tavsiya qilamiz. O'sha kambag'allarni nimadan kambag'allik nimasidan chiqishga birinchi ochiratda mana shunday oddiy nima gaz bo'lishi shart emas. Mana suvni imkoniyatini qilsa, o'zi mehnat qilsa, mana shu narsaga erishishi mana ko'zda ko'rinib turibdi. Bor narsani siz o'zingiz nima deydi, hayotingiz davomida ko'ryapsiz, to'g'rimi? Shu bolalarga ham yaxshi narsa bo'ldi. Biz endi qishloq sharoitida turgandan keyin bolalar ishsiz ko'proq maktabga borib keladi-da, kelib obeddan keyin polniy mana shu issiqxonaning ichida mehnat bilan shug'ullanamiz. Vaqti zoya ketmaydi-da hammani. Mehnatga o'rgatyapmiz. Rahmat.